53 ming so'mdan ketdi. 53 mingdan ha? O'ylab turinglar. 644. Oka. Orasiga oka. Kel. 34 ming, 34 milyon 132 ming oldu. 53 ming so'mdan ketdi. 4 mingdan. 100 ming bular qo'shib beradi ha? Odan qo'shib beradi. 54 mingdan. 481 kilo keldi. 481 kilo. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Bugungi sanamiz 14-may haftaning 3-kuni. Bugungi manzilimiz Namangan viloyati Uychi tumani Yorqo'rg'on Optim chorva mol bozoriga keldik. Ya'ni Shved paroda mollarini makonina keldik, xudo xolasa. Bugun sizlarga hozirgi videomizda Shved paroda o'kizlari, katta o'kizlari, baqra variantlari hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Necha so'mdan taraziya, savdo jarayonida chiqib bo'ladi, iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlardan albatta arzimas metodlarimiz qadrlab, videolarimizga like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Hali xudo xolasa sizlar uchun yangiliklarimiz ko'p. Sizlar so'ragan videolarni qo'yib borishda davom qilamiz. Albatta sizlardan podeshga, bizdan esa to'xtamasdan video chiqarish. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hammaning chorvasini baraka bersin. Narx-navolarni boshlaymiz. Mollarni terilib turishini qaranglar, jonivorlar. Sizlardan bo'lar? Egasi qo'shdi bu. Mollar butun Qirg'izistondan kelgan. Shvedlar, oq tumshuqlar. Shoxlarning bo'yida ekan ham bular. Xato aylanib ko'rib vallahi o'ralgan edi mollar. Göramiz, tarazda o'lchasalar tarazdan ko'rsatamiz, necha so'mdan olindi, necha so'mdan bo'lib turibdi taraziya. Hammasini ko'rsatib borishga harakat etamiz. Sizlardanmi? Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? O, necha puldan necha pulgacha bular? 30 dan tortib, Aha. 30 dan tortib 23 gacha. 30 dan 23 gacha. U boshdagi eng kattasi 30 mi? Bu birinchi hozir ko'rganlarimiz 30 million ekan. Shunda bular 23 million, ha? 23 million. 23, 24, 25. Kamolxon ana 23 ga beraman uka. Keling. Savdo. Savdoni ko'rsatamiz. Qaysi biri tog'a? Assalomu alaykum. Ash 23 million. Bunami? 23 million. Qayergasi? Ha, arq yo'q nuqtami? Mana shuningni. 23 million so'm so'rab turibdilar. Bu yerda arzonroq o'xshaydi o'rtoqlar. Valloh. 23 million. Kamolxon, uka ber mana barakasidan. Bu tush buzganmi aka? Bo'za. Bo'zak. Tonna bo'laman deganlardan. 23 ga Savdo bo'ldi. Bu yaxshi ekanligi borami? 23 million so'm. So'rab turibdi. O'zini tutgan, bo'ylari o'sgan. Hali dish buzmagan. o'ta ko'payib. Ajoyib. Bo'ldi baraka. Yo'q, 23 million. Ben 24 bo'lsa beraman dedilar. Bo'lasam olmaysan. Bo'lasam olmaysan. Marka var, baraka. Nima shu turib? Xuddi o'g'il qilmadi, tamomga. Hech sizga siyladim, baraka. Baraka. 23 yarim. 24 yarim. 24 yarim. 24 yarim ha? 23 so'rab turadilar. 24 yarim. 24 yarim pishdimi shunda tog'a? Ha, 24 yarim ha. Shunda 25 million so'rab turgan ekanlar, ha? Xorazmmi? Xorazm bozor.
Xorazmdan geldik. Xorazmga keldik. 1000 kilometrdan. O'zingiz kelyapsizlar? Ha? Ha, Hozir aka bilan geldik. Yo'q, biz boshqa kishi ham bo'lyapti-yu sizni. Ha, ikkimiz birga geldik. Getdi ana sana. 24 milyon 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Xayrni ko'rsinlar, sotgan ham olgan ham baraka topsin xudo xolasa. Molning formasi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Jaltron partiyalardan yaxshi keldi. Zo'r. Assalomu alaykum. Nech puldan ekan bular? 22 milyon to'rttasi. 22 milliondan. Bular endi boqma buqala deydi ekan bular. Yemlidan. Boqma buqala. Qaysini so'rayapti, tog'a? Qaysi birsin? So'rashdimi hali? Yo'q, so'rashmadi. Hali so'rashmadi. 22 dan deb turibdi. Bu bozorda o'zi hammasi Qirg'izistondan keladi mollarning 90%. 90%. Qolgani 10% mahalliy. Mahalliy. Ha. 90% Qirg'izistondan kiradi. Shu yerda boqib, chalatib, keyin olib chiqadilar bozorga. Zo'r. Taroziga ham beriladimi bular? Beramiz aka. Nech puldan? 62 mingdan beramiz. Kelishadigan joyi bormi? Kelish beramiz hozir. Har ehtimolga qarshi telefon nomeringizni aytsangiz? 93 267 Aha. 43 35. Xorazmdan ham keladida, xudo xolasa. Qizig'i yo'q. Dastlabki qilib yetkazib beramiz. Nechtasiga? Nechtasi farqi yo'q aka. Xorazmdan kelsa, misol uchun 4 ta olsa yo 3 ta olsa, Ha, yetkazib beramiz aka. yetkazib berasiz. Xohlasa karta tashsa, pul tashsa biz yetkazib beramiz. O'sha kelib o'tish shart emas. Xorazmdan o'tkazib, jo'natib yuboramiz. Onlayn. Iloji bo'lsa o'zi kelib живой ko'rgani ma'qul. Ko'rgani ham farqi yo'q. Aynan. O'zlaringiz kelib живой ko'rib olganlaringizni men tavsiya beraman. Qaranglar. Bular tish buzgani bormi ichida? Ha, tish buzgan. Qaysi yerdan boshlanadi tish buzganlari? Mukammal tish buzgan o'zi ikra. Yo'q, anaqasi ham bor. U kattayingiz necha? 4 tish buzganmi? Yo'q, bo'zaq aka. Bo'zakmi? Bo'zaq yo'q. Shu zo'r ekanda. Meni boshlayman. Shu birinchi durga. Dish buzmagan deydi mana. Javob. Shunga yana 30 million so'm pul so'rab turibdilar. 30 million aytib turibdi. Har ehtimolga qarshi telefondan bilan so'rab o'tdik. Telefonlashib beraverasizlar. Olindimi ekan bu tog'a? Olindimi? Yo'q, sotiladi. Ha, sotiladimi? Qancha aytyapsiz? 25. 25 million. Hozir sotiladigan formasi yaxshi ekan bunda. Kattan nech pul qildi bozor? Aka 60 mingdan totdi bering deyishdi, bermadim. Ha, 60 mingdan so'rashdi, ha? Ha, salkam 600 kilolik. Salkam 600 kilo. Ozgina ekan 600 kilo. Dish buzmagan ekan asosiysi. Tish buzmagan bo'zaq aka. Xudo xolos yana. Tonna bo'lib ketaveradi emlasalar. Ha, ketaveradi. Dalada yurgan mana. Yaylovda. Yaylovda yurgan, ha? Suyakni buzib, уже tayyor. Yemlab berilaveradi. 60 mingdan so'rabdilar uni taraziga. Telefondan bilan aytib o'tdik. Bir telefonlashib gaplasharasizlar. Hali sut ishtirib turgan bu jonivor. Jiyanim salom aytib qo'y. Mashayni qamalib ketaychi bugun. Gel bana aka. Shtonni ko'taryapti. Saladan ekan bular? Assalomu alaykum. Nech puldan ekan bular? 22,5 dan. Boshlanish, ha? Bo'ladigan narx. Nechtasi 22,5 berdi? 10 donasi. Ha, 3 chekkacha? 22,5 million so'mdan aytib turibdi. Orasida yuraverasiz shekillar bu yerda. Mollar orasida. Shungachami? Shungacha. 22,5 million so'mdan bo'ladigan yeri dedilar. Jonivorlar taxlab turadi ekan. De ko'rmam bilasizlar, misol uchun necha dish buzgan. Nechalli. Olindimi ekan bu? Olindimi? Sotiladi. Sotiladimi? Qancha? 30 kami bor. 30 kami bor. 22,5 dan. Kuyuğusu yo'dan aytibdi odamlar. Şu 22,5 milyon aytibdilar.
Egasi ketib qoldimi buni? Telefon nomerini so'rash kerak edimi? Aka, 22.5 dan bitishi dedingizmi uni? 22.5 to'xtaydigan joyim bularni? Mana shu 10tasi quyug'i suyug'i, ya. Telefon nomeringizni aytib qo'ying, telefon qilishadi. 33lik. Necha? 975 Aha. 4 971 4 dona 1. Aha. Olindimi? Sotiladimi? Qancha ekan bu? 35. Kattalar. Molla zo'r. Hammasini olgan dostavkasi bormi? O'zbekiston bo'yi. Dapsa. Ko'p qo'ymish dostavkasi. Bularning narxi 22,5 million. 410 kiradi. Va 4 desa. Ha, 410 dan. Mana 4 desa 370 kiradi. 370 kiradan. Aha. Zo'rmuş ulan. Arasında bir ikilari bormi? Kichkina. 280 kilodan. Kilolarni chayib turibdilar. Zo'r. Savdangizni bersin aka. Izi bormi ularning yana? Izi bor. Bu don 28 siz bitta-da. Ha, o'zi bir. Bergi tomon 26 dan. Kemi bor? O'zi bir ekanlar. Yaxshi. Olindimi ekan u? Assalomu alaykum. Qancha ekan? 62 mingdan kam bor. 62 ming so'mdan kami bor. O'lchamoqchimi? Tarozi. Yo sotagi. Bor bergan. Bu yerdan olib ketdilar uni. Molla bo'yin solib bergan jonivorlar. Olding ham aka? Nech puldan ekan sizlardanmi? Assalomu alaykum. Nech puldan, nech pulgacha? 30 dan deyapman aka. Qanchasini 30 dan? 6 tasi. 6 ta. Bag'ri 8 ta bor. Bu yoqda 8 dona. Bular ham 30 danmi? Ha, 30 kam bor. 30 milliondan kami bor. Sir bo'lmasa necha kilodan aylangan bular? Kilolari. Aka 400 o'sha eng kichkisi. 409 kilodan 521 kilogacha. Aha. Bu yoqda 6si bor ekan. 409 dan 521. 521 kilo ochaldi. Barbar andetpi akamni. Asos to'g'ri. 30 milliondan deydi. Kami bor. Bir mashin bo'lsa, bir onosini olib ekitsa bo'ladi ekan meni. Yemlamay ekan. Dumba solib berganmiz. Orqalari yeydi. Bu oshamagan. Canavarlar. Shu berkilardan bir go'st bering. Şöyle. 30 milyon ayet tuttu. Kuyuğuzu yoralım. Zor ekan. Biznikiga olib qo'ying, ikkita qo'ying. Siz ikki qana. Assalomu alaykum. Qarqon turibdi-ku uni. Qani, yuring, ko'rsatamiz. Ikkalasimi? Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Ko'ring mollarni. Necha puldan ekan bular? 668 ga chiqdi birisi. 668. Taroziga olib qo'ydik. 586 ga chiqdi. 586. Ha, bunisi. Aha. Necha pul? Sho'roni bo'lsa. Bor bola biladi. Qanchadan bular? 58 ming so'mdan Xorazmga hozir beramiz. Beriladi. Qaysi kanal bu aka? Xorazm bozor. Xorazm bozor. Xorazm bozor.
Xorazmdan geldik. Mana YouTube'ga chiqadimi? YouTube'a chiqadi. Parama YouTube'da bular. Ha. Tursunabi. Xudo xolasa. Osimboy eshitding ha? 686 786. Bular qanchada aytib tursizlar? Aynen. Bular qanchada? Ular 40 million, 45 million eshitishki. 55 milyon. 55 million, Ha, 45 40. million. Qanchagacha? 55 milyon. Kam yok. 45 milyon. Bu qancha? 45 milyon kam. 45 milyon, 55 milyon kami bu. Qancha chiqqan bu aka? Taraz. Tortilmagan. Tortilmagan ha. So'rashdim bozor. Endi kirdik. Endi keldingiz. 4 ish buzganmi? Shunaqa. Ha, 4 ish. Jonivor yelkalari elib ketganlar. Yayilgan. Xorazmdan keldik 1,5 kilometrdan. Shunga ya? Ha? Iminislar bozorlaringizni ko'rsatamiz deb keldik. Endi bunaqa bozor yo'qmi? Endi bor, lekin yangilik qilish kerak-da. Ko'pchilik so'radi. Shuning uchun. Xorazmda, Hazorasda. Hazaras. Ha. Obunachilar fikrini bilish kerak bir. Ha. Buni qancha deyapsiz? Bizdan Ha, sizdan emas. Mana shu ikkalasi. Taroziga tortilmagan ekan, xudo xolasa. 800 ga kelib qolishi kerak. Yana bilmadim, endi chet havolar ko'p turib. 800 tiyindami shundan kelar. Dandini katta o'kizlar ekan-da bu. Samiz o'kizlar. Sizlardan kim bo'ladi, ha? Assalomu alaykum. Bo'lmasa orqalar chiqib ketgan jonivorlar. Havas qiladi. Bularni o'zingiz yemlaganmisiz yo o'zimiz boqqan. o'zingiz boqqansiz? Necha yil boqildi endi bular? Yil boqilmadi, 4 oy, 5 oy boqildi. Olgan vaqtingizda o'lchanganmisiz? Qancha kelgan olgan vaqtingizda? 550 kilo. 550 kilo vaqtimda boqqanlar. 440 kilo dedilar. Yana boqsa yana dalsa samara beradi, ha? Jonivorlarni. Qistamay, shoshmasdan ko'rsatib boramiz. Obunachilarimiz. Olan nechi pul ekan? Sizlardan? Qancha ekan ola? Assalomu alaykum. Egasi yo'qmi buni? Egasi yo'qmi? Sizlardanmi? Shom zo'r ekan. Jamma zo'r ekan mollar. Bular kimda? Dergin egasi bu kishi mana. Ha. Qancha ekan? Xorazmga 55 dan so'radi. Ha, siz so'radingiz. Ha, men so'radim. 55 mingdan. Men shuni so'rab turib. Shoh. Qancha chiqqan bu aka? O'lchangan? Tortmadingiz. 55 mingdan so'rab turibdi. Xorazmmi? Xorazmdan. Xorazm bozor. Ash do'stim o'qib, Xorazmda jiyanlar ishlaydi. Ha. Jo'natadi mana. Aka qarab qo'ying. Jiyanlarga salom ayting. Otasiga qaraysiz, erkak kishiga qaraydi. To'g'rimi? Ha? Tamam. Yaxshi. Savdolarimiz bersin. Bu yerdan ham meni samizlari ko'p. Tog'al o'tib beradi. Bu hali yemlash kerak ekan bu. Yelkalari sal araqroq ekan. Xorazm bozor aka. Assalomu alaykum. Sizdanmi bular? Sizdanmi? Bular qanchadan qanchagacha bular? Boshlanish 35 milyondan kam bor deb turamiz. qanchasini? Cho'lasan. Qaysi uch bu? Greyfordlar. Ha, Greyfordlar. 35 dedingizmi? 35 milliondan kami bor. Aytib turibdi. Orqalari chiqib ketgan. Tish buzgan bular? Buzgan 2 tish. 2 tish buzgan. Greyford, Greyford, onu shohlasa. Qancha so'rashdi bozor? 29 milyon. Uchalovisin, ha? 29 manusini so'rashdi. Ha, shuni o'zi 29 million so'ra. Taroziga qanchadan so'rashdi? So'radi 55 ming so'rashdi. 55 mingdan. Necha bo'lsa berasiz? Taxmin dedingiz. 57 bo'lsa. 57 bo'lsa, 57 mingdan bo'lsa teraziga beraman dedilar. 2 tishdan buzgan jonivorlar. Greyfordlar. Xorazm bozor dedingiz. Ha, Xorazm bozor. Bera Xorazmdan mashinalar keladimi? Mol olib ketishga?
Shunda muammo bo'lmaydi ekan odamlar ham. Olib ketsalar. Xorazmdan keladi dedilar mashinada. Bular qanchada aytishyapti? Ular bilib so'ramadim. Ha, so'ramadingiz. Hozirlagan ham ketib qoldi, hozir bo'lsin. Bu yon tarafda bizani bozor olib kelgan odamini Fozilus kanalining admini shu bozorni portlatib, yandirib chiqaradi og'amiz, xudo xolasa. Like bosavering og'il. Juda Namanganda. Xudo xolasa. Akşam Fozil akamiz 2 kun mehmon qildi, xudo xolasa. Alloh rozi bo'lsin og'amizdan ham. Zo'r mehmon qildilar. Zo'rlar ag'da Sirojidin. Ha, u tarafda. Mana shu. Fozil aka, Xorazmdan ham mashinalar keladi bu yerga. Keladi. O'zbekiston bo'ylab keladi. O'zbekiston, Tojikistondan ham keladi. Tojikistondan ham keladi. Misol uchun bitta ikkita olib ketsalar ham mashinalarga qo'shib kelsa bo'ladi. Ha, topiladi. Shunda muammo yo'q. Istayanki ko'rdik. Ha, Bozordan istayanki katta. bozordan katta ekan lekin istanki. O'zbekiston bo'ylab keladi. Ikkita viloyat hammasidan keladi. Shopirlar bor, hamma yo'q. Tojikiston tarafdan ham keladi. Shunga 29 million so'm so'rab, 29 million so'm bozor. Savdo qilibdi, 55 million so'rabdi taraziga. 57 mingdan bo'lsa, ketdi dedilar, beraman dedilar shuni. Ko'ring. 2 deyishadi. Zo'rlari bor ekan nam bozorda. Xudo xolasa endi salqin tushsa, shvedlardan boqib ko'ramiz, shuni Qirg'iziston shvedlardan. Sizlardan bular? Assalomu alaykum. Qanchadan qanchagacha? 65 mingdan 60 minggacha. Taroziga? 60 mingdan 65 minggacha. Qaysilari 60 minglik? 60 ming beraman. Ikkalasimi? Shu ikkisini 60 ming so'm taraziga. Aytilib turibdi. Bular 65 danmi? Bular ham 65 mingdan. So'rashdim taroziga? Yo'q, hali so'rashmadi. Hali so'rashmadi. Oyoqti istash qilingan bemalol yuraverasizlar. Uxlanatilgan ekan, sidiklar chiqib ketadi bozordan. Qanchadan ekan bular? Assalomu alaykum. 28 dan qanchasi? Ha, bu. Qaysi? Birinchi 35 mi? Ha. Bular endi quyug'i suyug'i 28 dan, ha? Quyug'i suyug'iga. 28 million so'mdan. Qancha so'rashdi bozor? Endi taroziga qanchadan? Taroz oyog'inda. Oyog'inda dedi. 28 dan dedingiz, ha? 28 ming so'm targ'il, bu 28 milliondan aytilishi. Bo'ldi kelaydi, chiqinglar. Bor. Angus bor ekan burada. Katta Angus. Angus nechi pul ekan? Salom. Angus 60 million so'm. Teraziga beraman dedi. 60 million so'm aytib turibdi. Ha, ishga keldi. Million aytib turibdi. Qaysi kanal ekan? Xorazm bozor. Qancha so'ralyapti? Qancha so'ralyapti aka? Qancha? Yo'q, hali so'ramadi. Endi 57 dan so'radi. 55, 57. taroziga 57 ming 55 mingdan so'rab turibdi taroziga.
so'rab turaman. Qancha bo'lyapti aka? Assalomu alaykum. Qancha so'radingiz? 57 ming so'm. Teraziya. Teraziya 57 ming. 57 yarım. Qattiqlik qilma, bitta molga bunaqa yo'q olmagan. Mol cho'pchalar. Qani bozorga qarab o'taver. Yilchada o'lib ketdi javob. Orog'ligiga olganmi? Tirazlar ham ko'rsatish harakat etamiz, xudo xolasa. Bu yerda gigant buqalar. Sizlardanmi bu? Necha so'm ekan? Akaniki mana. Necha pul ekan? Salom. 60 million kami bor. Necha kilo bu? 900? Oshiqroq. 900 dan oshiqroq. Ha, 900 dan oshiq. 900 kilodan oshiqroq. Qancha so'rashdi buni? 50 million so'rashdi. Orqalonni bir ko'rsatali. Sonra oldu. Son sonra. Xorazmdan geldim. Qachon ketasiz? Bugün ketamiz, xudo xolasa. Bugün ketamiz, bugün. Bo'ldi. Xorazm bozor YouTube kanal. Necha puldan ekan bular? Sizniki emasmi? Shvetlana samizlar. Ha? Bu sizniki ha? Necha pul aytdingiz? Buni men aytishim 60 million. Aha, qancha so'radi bozor? Bozor hali so'ramadi, endi so'raydi. Taroziga qancha so'rayapsiz? Taroziga 70 ming deb turibmiz. 70 ming aytib turibsiz. 4 yurak ha? 4 tish buzganmi? Shu 6 tami? 6 ta ha? 6 ta. Qarang, jasadini elayman. Zo'r. O'zingiz boqdingizmi buni? O'zimiz boqdik. Rosa 1 yil boqdik. 1 yil boqdingiz. 1 yil. Olgan paytingiz necha keladi sir bo'lmasa? Olganimda 470 470 kilo. 1 yil boqilgan holati. Mo'ljal necha kilo ko'rib turibsiz taxmin? Endi ko'ramiz, Xudo buyurgan narxga sotamiz. Xudo xolasa. Yo'q, joy vestini aytyapman. Qancha ko'ryapsiz taxmin? Chiqar bir 800 yillik. 800-850. Xudo xolasa. Xo'sh. Bu Xorazm nimaimi bu? Xorazm bozor. Xorazm bozor bo'lsa, meni Xorazmda birga xizmat qilgan oshnalarim bor. Ayting salom. Qayerdan? Ayting uni oldim. Esingizga kelmayapti. Jabbarov Bozorboy. Ha. Ichanqal'da o'tiradi. Ha, Ichanqal Xivada. Xivada. Ichanqal'da o'tiradi. Men bilan birga xizmat qilgan Chexoslovakiyaga. Ina. Muratmi? Ichanqal'a. Frontoviki. Zo'r. Samizda ko'p tushadi ekan beri. 86-88 billa bo'lgan. Ha, 86-yil, 88-yillar. 86-88. 86-88 gacha birga xizmat qilganmiz Chexoslovakiyaga. Zo'r. Bu kimdan ekan? Sizlardan? Salom. Yo'q, Bizdan. Kattasi qancha? kattasi 60, tuyoqqa 60 kami bor, kichiga 55 kami bor. 55 million. Kattan so'rashdimi? So'rash. Qancha bo'ldi? Shu 47 lar so'rash. 47 million ha? O'lchab ko'rdingizmi bular? Tarazda? Yo'q, hali tortmayapti. Hali tortmadingizlar. 850 osh chiqadi katta.
800 tarafında bor dilaman kichkinasi. Samiz mollar ko'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Blogerlar bilan keldim sabah. Ha. Ularga darab choy poy tashkillashtirib o'zidek. Mehmon qildilar 2 kundan beri o'z mehmondamiz. Buni o'lchab ko'rmaysizlar, ha? Tarazda? Endi, xudo xolosa, o'lchanmagan. Endi o'lchamiz dedi. Bozor endi boshlanadi, siroj. Hali endi savdo bo'ladi. Savdo bo'ladi. Ha. Hali endi savdo bo'ladi degan hozir aka. Savdo boshlanadi, ba'zi obedgacha savdo bo'ladi, xudo xolosa. Shved qancha ekan? Assalomu alaykum. 45 million aytilish. Shved paroda. Qancha so'rashdi aka? Hozir keldi jalbis. Taroziga qancha aytyapsiz? Ha. Faqat oyog'imni aytib turibdi. Hali hozir kelganlar. Qirg'iz buqada bu. Qozog'iston paroda bu. Qirg'iziston bu. Qirg'iziston. Angus lekin boshqacha ekan jonivor. Nima? Qanchadan bo'ldi aka? Qanchadan? 53 mingdan. O'lchaysizmi tarazda? Ha, ular. Xorazm bozor. Xorazm bozor. Neda bor ekan taraz? Ben de 53 ming so'm oldik dedi. 53 ming so'mdan ketdi. 53 mingdan ha? Qo'llab turinglar. 644. Oka. 34 ming, 34 milyon 132 ming oldu. 53 ming so'mdan ketdi. Taraziga. Qancha bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Qancha? Qanchada? baraka bo'ldi. Ha. 54 mingdan. 54 mingdan 30 ming 100 qo'shib beradi. Ha, 100 ming bular qo'shib beradi. Ha. Olgan odam qo'shib beradi. 54 mingdan. 481 kilo keldi. 481 kilo. 25 milyon 974 ming bo'ldi. Plus qo'shamiz yana 100 ming so'm bor. 26 milyon 74 ming so'm pul beradilar. Bu yerda shunday savdo bo'ladi, yana chiqqan so'm bor, yana qo'shimcha 100 ming so'm bo'ladi ekan. Savdo bo'lib turibdi. Qancha bo'ldi? Qanchadan bo'ldi aka? Assalomu alaykum. Mers. Emblemasi bor. 59,5 ming so'mdan savdosi bo'ldi. Yetto'shdi. Emblemasi bor. 59,500 dan ketdi. Taraziya. Bu yerda katta hozircha shved bo'lib turibdi. Angus bor. Tarazda ko'ramizmi ekan bunda? Tessalar, o'lchasalar ko'ramiz tarazda. Taroziga olib borasizmi endi buni? Ha. Bitta ko'raylikchi. Tarazda ko'ramiz. Arkadaş yapıp gittiler bunu. $59,5 ming so'mdan terazi.
474 kilo. 28 milyon 203 ming. Qanchadan ketdi bu? Assalomu alaykum. 59 ming so'mdan 464 kilo geldi. 65. Ha, 65. 65. 61. Açık. 59 mingdan. Terazi. Qanchadan bo'ldi aka? 58 ming so'mdan terazi. Cho'p. Bu 55 ming so'mdan ketdi. Buni o'lchab ko'rdilar tarazida. Bunday. Skitkasi bormi uni yo'qmi? Skitkasi yo'q. 55 ming so'mdan teraziya. Güzel 3 kilo. Bu alındı mı? Ölçek ölçek. Güzel atar. Get savdası oldu. Olanı göremiz. Şumanın savdası oldu. Qancha bo'ldi aka? Qancha? 9,5 million savdo bo'lyapti. 29,5 million so'm savdo. Bor baraka bo'lib turibdi. Bizlarda shappa turadi qo'lda. Bularda qo'lni siltalaydi. Bor baraka deydi. Nishon katta molina. Savdosi bo'lsa o'lchasalar go'shtdan savdo qilasan. Hali savdo qilib turibdilar. 29 million 500. Bunda alındı o'xshaydi bu. Savdo bo'ldimi aka? Savdo bo'ldimi? 13tasi 60 mingdan. 60 mingdan teraziya. 13tasi bir joyda. Kerak. 13 tanesi bir yerde 60 ming so'mdan teraziya. Qanchadan? 13tasi 60 mingdan teraziya. Bu yerda 10'sini bir, 15'sini bir savdo qiladi ekanlar. 60 mingdan baraka. Terazi nolda? Anda şirikleri yok. Neç pul oldu aka? 27 milyon so'mga ketdi. 500 gelmezsen 480 gelemeyken 480. 20 qancha bo'ldi? 480. 490 geldi. 480 da var. 20? 27 milyon. 27 milyon. 490 kilo. 55 bin brüz. Zor tutmuş. 62'dan. 62 milyon teraziye. Boyun salıp yaptı canavar. 568 kilo. 66, 566. 566. Qayga bu? 62 mingdan bo'ldi bu taqa? Inomniki hisoblab beradi haligi. 62 mingmi bu taqa? Hisoblab beraman. 62 dan. Qancha bo'ldi aka? 58 ming so'mdan. 600 621 kilo geldi. $36 milyon 18 bin.
Tarozi 10 ming so'mmi? O'lchash. Tarozi 10 ming so'm ekan bedeni o'rtoqlar. Zo'r mol. Yo'q, sotib qo'yasizmi? 58 ming so'm. 13 tasi. Bu qanchadan bo'ldi aka? 60 ming so'mdan tarozi. Yo'q, nomeri yo'q. Yedi yüz 15 yaptı. 15 kilo aka, 715 ket. 42 milyon 900 bin oldu ortaklar. 60 binden ha. Bu 56 bin somla. Ola, çülüsünü avarayla çülüsünü. Çülüsünü. Hakemler veredi. 550 kilo gene. 30 milyon 856 bin oldu. Çülüsünü avaramız o. Çülüsünü, toda bir çülüsünü avarayla. 60 bin somdan geldi teraziye. %164, 65. Aş. Canavar adam. Saymış. Haydi canavar. 64, 65 var. 60 bin.